Dinni faqat shaxsiy manfaat uchungina ishlatadiganlarni eshitgansiz, a? Sizga yana bir misol. Mana bu akaning ismi Oybek Qudratov. U kishi kuni kecha o'z sahifasida davlat raqamisiz qora Malibuning oqimga qarshi katta tezlikda harakatlanib, yo'l harakat xavfsizlik xodimlaridan qochayotgan videosini e'lon qilgandilar. Ko'p o'tmay raqamsiz qop-qora Malibuda migalka va sirena qo'yib, qizilga o'tishni kasbga aylantirgan o'zini katta bola deb hisoblaydigan aslida katta yo'l qotilining opa-dadalari-yu opa-akalarigacha Oybek akaga telefon qilib joylangan videoni o'chirishni so'rashibdi. Men katta bola deganda shimini bulg'ab qo'ysa, o'zi tozalay oladiganlarni tushunib xato qilganman shekilli. Ularni bulg'angan shimini tozalaydigan maxsus kuchlar bo'linmasi bo'lar ekan. Xullas, jinoyatchining otasiman degan shaxs Oybek akadan videoni o'chirishni, ayni shu video sabab potensial qotilning haydovchilik guvohnomasi qonun asosida bekor qilinishi mumkinligini aytadi. Bundan tashqari, tanish-bilish va pul bilan ham ishlari bitmayotganini o'z so'zlari bilan tasdiqlaydi. Telefon qolamiz, bunga chiqamiz, ishimizni bitirishimiz, pul bilan ham bitira olmaymiz ishimizni. Dinda pora berish, adolatdan qochish uchun hukm bormidi? O'zbekistonda-chi qonun bormidi? Bu so'rovga qayta-qayta yaxshi muomala bilan aytilgan rad javobidan keyin katta bolaning katta otasi qo'rqitish va bosim o'tkazishga harakat qiladi. Katta turar, 100 ming gaplashib olaylik. Yo, akajon, uzrligiman. Yo, men misol uchun 100 ga top bora olmayman. U ham kor qilmaganini ko'rgan ota hoji aka usulidan, ya'ni dindan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishga o'tadilar. Alloh xor qilsin seni qiyomatda, tushundingmi? Battar sharmanda bo'lgan o'lguningcha. Nima emish bechora 20 yoshli bola qo'rqib ketib qochganmish. Qo'rqib ketib ishtonini bulg'ab qo'yibdi deyishsa, ishonsa bo'lardi. Raqamsiz yurgani, mashinada sirena va migalka bo'lgani uchun, balki boshqa qonunbuzarlik qilgani uchun, o'ziga ortiqcha baho bergani uchun qochgandir. Ana endi avvalo farzandning bunday yurishiga sabab aynan ota tarbiyasi ekani shu yerdan ham ma'lum. Kim unga nazoratsiz mashina berib qo'ygani, kim dastaklab qo'llab-quvvatlab turgani, jinoyatlarini pora berib, nepotizm orqali yopti-yopti qilishga harakat qilgani aniq. O'z tillari bilan dindan gapirib, guvohlik bermoqda. Oilaviy jinoyatlarni xasposhlashga harakat qilmoqda. Pora berishga urinish, shaxsiy manfaat yo'lida qonunlarni aylanib o'tish ham aslida qonun buzilishi deb tasniflanishi va toy bolaning yoniga otasining ham o'z og'zi bilan tasdiqlagan jinoyatlar ustidan ish ochilishi kerak aslida. Afsuski aynan shunday otalar o'g'lining potensial qotil ekanligini, odam o'ldirib haqiqiy qotilga aylanmagunga qadar tushunishmaydi. Odam o'lganidan keyin esa prezidentdan va xalqdan kechirim so'rab yig'lab chiqishadi. Ammo ungacha imkoniyatlari darajasida pora berib bo'lsa ham qo'llab-quvvatlab turishadi. Ana endi bu oilaviy jinoyatchilar guruhini qo'llayotganlarga islom haq va adolat dini edi, to'g'rimi? Unda qachondan boshlab qonun buzgan insonni qonunga topshirish adolatsizlik bo'lib qoldi? Yoki fikringiz faqat bu yo'l qotillari sizning oilangizdan kimnidir bosib ketishi, undan keyin otasi pora yoki tanish-bilish bilan ish bitirgandagina o'zgaradimi? Jinoyatchini jazoga tortish qachondan nojoiz bo'lib qoldi?